patrul xizmat xodimi transport vositasini ko'zdan kechirishga yoki tintuv qilishga haqlimi? Xodimlarimizga avtomobillarni to'xtatib, ularni ko'zdan kechirishligi o'sha Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qarorida belgilab o'tilgan. Unga ko'ra, xodimlar o'sha yuki bo'lgan avtomobillarni yoki boshqa bir avtomobillarni to'xtatib, yukxonasini tekshirishi, ko'zdan kechirishligi mumkin. Endi ko'zdan kechirish qachon tintuvga aylanib ketib qoladi? Qachonki xodim haydovchini to'xtatib, haydovchini o'zini, cho'ntaklarini, kistalarini, kiyimlarini titib ko'radigan bo'lsa, qo'li bilan teginadigan bo'lsa yoki avtomobilni yukxonasini o'zi ochib, yukxonadan nimadirlarni qo'li bilan izlaydigan bo'lsa, o'sha avtomobilda bardachoklarni, maxsus belgilab qo'yilgan yashirin joylarni tintib, nimadirlarni izlab qo'l soladigan bo'lsa, ushbu holatda ko'zdan kechirish jarayoni tintuvga aylanib ketib qoladi va xodimning ushbu harakatlari esa qonunchilikka muvofiq zid bo'ladi. Chunki O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksining 158-moddasida belgilab qo'yilgan. Tintuv faqatgina tergovchi yoki surishtiruvchini asoslantirilgan qarori asosida va prokurorning sanksiyasi, ya'ni ruxsati asosida o'tkaziladi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, demak, xodimlarimiz faqatgina haydovchilarni to'xtatganda avtomobilni ko'zdan kechirish mumkin ekan, tintuv qilishlik uchun esa prokurorning sanksiyasi va albatta xolislar ishtirokida amalga oshirilishi kerak ekan. Bunday ma'lumotlarni har kuni bilib borish uchun bizning profilimizga obuna bo'lib qo'ying. Qiziqarli bo'ladi.